kelgusi faoliyatlarida omad yor bo'lishini tilab qolamiz ushbu yurtdoshimizga ham va navbatdagi jangga o'tamiz. Bugungi turnir hisobidan 5-jang. Yengil vazn toifasida ko'k burchakka Qirg'iziston vakili Humoyun Tavakkaljonovni taklif qildi. Humoyun 1999-yil tavallud topgan, 21 yoshda. O'sh viloyati vakili. MMA bo'yicha sport ustasi. Bir necha bor xalqaro turnirlar, respublika miqyosidagi xalqaro turnirlar g'olibi, havaskorlar o'rtasida. Chempion sport klubi a'zosi. Professional rekordi 2 ta jang, 1 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat. Yengil vazn toifasi, ya'ni 73 kilogramm da bo'lib o'tadi ushbu to'qnashuv. Bu vazn toifasi qanday nufuzga ega ekanligini yaxshi bilasiz. UFC'da chempion Habib Nurmagomedov edi. U endi faoliyatini yakunladi. Kamari vakant qoladimi yoki yo'qmi, bunga hali oydinlik kiritilmadi. Yanglishmasam agar. Aynan Habib Nurmagomedov, Conor McGregor, Tony Ferguson ushbu vazn toifasini UFC'ning yuziga aylantira olishdi. Vaholanki bu jangchilarga qadar mazkur jangni Dadaxon Hasanov boshqarib bordi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, Dadaxon Hasanov ham sportchilik faoliyatini davom ettirmoqda. Sportchilarimizdan biri hisoblanadi. Uning akasi Alixon Hasanov ham iste'dodga ega tajribali jangchilarimizdan biri. Natijalarini e'lon qildi. Ring anonseri endi navbat yurtdoshimizga. Его вес составляет 70 килограммов. Тренер Джахангир Абдувахидов, представляющий спортивный клуб Джонни Тим, кандидат в мастера спорта по грэпплингу и по кикбоксу и по рукопашному бою. Чемпион мира 2010 года среди юниоров. Узбекистан, Kokon, Otabek. O'zining debyut jangini o'tkazadi. Biz ham undan kam hayajonlanayotganimiz yo'q. Albatta, har bir hamyurtingiz aktivining ko'tarilar ekan, nafaqat MMA, har bir sport turida hayajonga tushishingiz aniq. Demak, jangga start berilmoqda. Referi Dadaxon Hasanov yon hakamlarini tayyor ekanligini so'ramoqda. Muxlislarning olqishini eshitayotgandirsiz. Demak, boshlandi. Bo'y borasida ustunlik Qirg'iziston vakili tarafida. High kick zarbasini yo'llashga harakat qildi. Middle kick oyoqdan ushlab takedown-ni amalga oshirishga harakat qilmoqda Qirg'iziston vakili. Oxirga yetkaza olarmikin? Buni amalladi. Tezroq bu vaziyatdan chiqishga, raqibiga imkoniyat bermaslikka harakat qilishi lozim bo'ladi hamyurtimizning. Har holda yurtdoshimizga nisbatan tajribasi bor. Humoyun Tavakkaljonovning imkon bermaslik kerak. Gard holatida hozir. Mana shunday. Uxlagan holda lekin qiyin holat hozir chiqib ketish uchun qattiq mehnat talab etiladi, kuch sarf qilinadi.
zarbalar yo'llashga harakat qilmoqda Tavakkaljonov. Og'riqli usulga o'tib ketsa bo'ladigan vaziyat yuzaga keldi. Lekin imkoniyat qo'ldan boy berildi. Harakat qilish lozim. Otabek. Albatta qiyin kechmoqda ham yurtimiz uchun ushbu to'qnashuv. Imkon bo'ladi, lekin imkon bo'ladi. Mana shunday imkoniyatlardan biri bo'g'ish uslubiga o'tib ketdi Qirg'iziston vakili. Qulay vaziyatga chiqib oldi. Hamyurtimiz uchun esa qiyin vaziyat. Va afsuski jang boy berildi. Albatta, bu debyut jangi edi. Hamyurtimiz ijrosidagi. Albatta, bundan tushkunlikka tushish yaxshi emas. Aksincha, bundan to'g'ri xulosa chiqargan holda yanada oldinga harakat qilib, navbatdagi janglarda zafar quchish uchun o'z ustida ishlashi lozim. Qirg'iziston vakilini esa g'alaba bilan tabriklaymiz. U o'zining ikkinchi g'alabasini qo'lga kiritdi. Jang g'olibi rasman e'lon qilinadi. Humoyun Tavakkaljonov o'zining navbatdagi g'alabasini tantana qildi va o'z fikrlarini bildirmoqchi. Mana jang uchun o'z minnatdorchiligini bildirib o'tmoqda raqibi uchun. Tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligini bildirdi. O'zbekistonlik, qirg'izistonlik sportchilarga omad tiladi. Albatta samimiy fikrlar. Biz ham uning kelajakdagi faoliyatiga omad yor bo'lishini tilab qolamiz. Esdalik uchun rasmga tushmoqda.